Yaxshi obunachilar. Yaxshi. Yangi Porsche Panamera o'lsa xullas oti. Obunachilar yangi Porsche oldim. Vachach. Endi bitta gazni bosib o'tkazsak bo'ldi. Okey obunachilar. Bu mashinaga baho bering obunachilar. Ay obunachilar. Let's go. Driftlarda. Jalla. Tushunmadim mana nega yurkim bo'ldi. Tushunmadim. Minsami qoch. To'xtang, siz juda tez ketyapsiz. To'xtamasangiz shtraf. Yo'q, qoch obunachilar, qochamiz. Bizga yetolmasligi kerakmi? Yangi mashina olganni tezdan arestovat qilsizlarmi? Bunaqasi ketmaydi. Yo'q, nega? Ay, voydod. Voy. Yo'q, to'xtamayman. Shak. Yaxshi. Yo'q. Ay, belim. Yo'q, iltimos bunday qilmang. Bir marta aytaman, ikkinchi marta qaytarmayman. Tez bo'ling. Tez bo'ling deyapman men sizga. Menga yetolmaysiz. Yo'q, mashinam benzin tugadi. Yo'q, nega benzin quyib olmadim? Nega? Nega? Mana kelajak siz baribir qo'lga tushirdi. Endi mashina shtraf stankaga o'zingiz 3 yillik qamoqxonaga. Let's go. Yo'q, yangi mashina olgan edim-ku. Nega? Yo'q. Mana uni drift qilsa bo'laradi. Bo'lar ekan-ku. Yaxshi. Hech qanday peshi-peshilar. Yaxshi. Kunchida ham zo'rayapti. Mashinani qatnoq yana otdi buqi ham bilmaydi. Yaxshi, hech kim bilmaydi. Kamiga shaharda hech kim yo'qligi bo'lsa, yana ham mazzada. Ajoyib-ku, negadir lekin baribir ham shahar bugun tinch. Tushunmadim. Bu kim bo'ldi? Voy, u qayerga ketdi? Yaxshi ham politsiyadan qochib ketganim. Bo'lmasam, ahvolimga maymunlar ham kular edi. Yaxshi ham qochib ketdimi? U yetib olyapti. Voy, yo'q, xato. Yo'q. Bu nimasi? Yo'q. U kelyapti. Yo'q, kelyapti. Qochish kerak. Mana men sassiqchani ham topdim. Qani sassiqcha bu yerga kel. Tez kel, men seni ushlashim kerak. Voy, meni tanishlar, menga shunday chiqib boshlayver. O'zlari Ferrari va Majilarni olishadi. Mayli, men ham pul to'plab olaman. Ana ashakni ushlashim kerak faqat. Eshaklatchani. Bu yerga kel. Qachon san oldinga boraman. Shu yeringga puf deyapsan, tushundingmi? Men hali yoshliqlarni qamoqqa tushishga. Tushungan shu esan. Hali sen ham yoshmisan? Men ham yoshman. Hozir sen o'shaman. Men keyin eng yosh lekin eng boy politsiyachi bo'laman. Uchman, mana qaka. Mani hech kim ushalmagan, tushundingmi? O'zi eng birinchi marta qochishim. Korotchi, men ushlashni orzuyan qilmaysan, xo'pmi? Hayotda ushalmaysan, harakat ham qilmay qo'yaver. O'zing idishni ham bilmayapsan, qayerda sen mendan qochib ketmoqchisan? Sen nima, sen ushtaqa olasizmi? Sen so'kinish niyatim yo'q-da, o'shanga aytyapman. Maqaka, nima qochyapsan? Bekor shuni qildim-da. Nima to'xtab qoldimi? Mashinani to'g'rimiz ishdan chiqdi deb. O'zi sanaqalar jonga tegadi, tushunyapsanmi? Endi seni 3 yilga qamashadi, balki 2 yilga. Xullas, korchi ko'pga kirib chiqasan hali. Tushunsanmi? Nimaga? Ko'rasan, sen tanishlaring sen qamoqda chiroyli o'tirganingni ko'rishadi endi. Tormoz ishdan chiqqan bo'lsa, motor pishgan bo'lsa, Ajoyib, yangi BMW i8 deganda yo'qolasan kimsan? Yo'qa.
Bavaga yetolmaysan ukam. Yetmasam nechun berasan? Bir oyingni yotib turdim, tez-tezki. Qamoqqa kirishing kerak. Voy, menga yetolmasligi kerak bu. Sasuvchi, yetolmaysan sen hayotda. Yuqoridan qoldi bu. Ay. Yaxshi, xo'sh. Yana nima qilsam bo'lar ekan? Qamoqqa tushishim mumkin agar xohlasang. Yon joyiga bekinamiz. Hoppa. Qochma kerak. Namuncha tez Bunachilar qochyapsan? mana bo'ladi qochish. Qolgan ikkitasi qamoqqa kirdi. Men bo'lsa kirmayman hali, menga bor. Anqov ketib yubordi xunakda. Mayli, rejamiz keyinroq ham o'xshaveradi. Qani u? O'tib ketdi sassiq. Menga hayotda yetolmaydi bunachilik. Qarab turinglar, ana ikkalasiga o'xshabman. Prosta katesa qilmayman. Kerak qolgan qo'ttasan. Yana so'nggi ogohlantirish, bo'lmasam qamoqqa kirasan. Hayotda Kirishayapman, lekin soni mutlaka ko'proq bo'ladi. Nima o'tib ketdi oldimda? bo'ladi, To'xta. ukam, o'rgan. Mana unachilar ko'ryapsizlarmi? Shunday joylarga ham kelib olishni bilish kerak. Bu menga hayotda yetolmaydi. Mayli, endi bekim olish kerak bitta normalniy joyga. Bu menga qachon kelar ekan? Tushunmadim. Ay, mayli, endi 2-3 yil kutamiz, yetib olsa kerak. Voy, bu ham shunaqa zo'r mashinaki. Men bilan Mercedes yaxshi ko'raman. Mayli endi. Mercedes ham olaman qachondir. Ajoyib. Mukofotimi bu? Oy, mikromi bu? Menga qachondir yetalarmikan o'zi? Endi menga kelgan joyga kelibdi. Xo'sh, seni ushlashim kerak. Sen qochma mendan, bu yerga kel, ahmoq miya. Tez kel. Bittasi tormoziga qarab yurmagan, kelsa keldi qilib mashinani olib yuravergan. Bo'ladi qilgan ishini. Akam, qarasan. Bir kunmas, seni baribir ushlayman. Qochganingdan foyda yo'q. Nima buncha sekinsan, Men shu mahalda ustoz bo'lganman, nima deyapsan, aka? Qo'y, to'xtashim kerak. Sen qoidalarga umuman bo'ysunmayapsan. To'xta deyapman men senga, necha marta aytishim kerak. Taqibimdan qochib ketalyapman, qolgan sheriklarim. Boshqa qochib ketolmagan. Nima deyapsan o'zingcha? Sen hayotda men ushalmaysan. Men ushashingga hali senga ancha bor. Tushunsan, men bu shaharda bitta tirag'im deb bilaman. Qani, kelalasanmi? Hoppa. Ani ikkovda qarasmanmi? Sen sheriklaring ushlaganda qayerda? Ko'ryapsizlarmi? Haqiqiy qochish shunaqa bo'ladi. Tushundilaringmi? Mosoni baribir Shunaqa bo'ladi haqiqiy qochish. Menda sekin yursam ham bo'laveradi. Ana nimalardir deb bildirayapti bu. Vah. Satto menda benzinim tiqilovnachilar. Daj benzin tugagan taqdirda qo'shimcha benzinni ham yo'q qolaveraman. Tormozdan programma yo'q. To'g'ri, problema yo'q obunachilar. Voh. Ko'ryapsizlarmi? Shunday yo'llar bilan qochish kerak-da. Buning uchun mashina kerak emas, unga aql kerak. Mayli bo'lmasam,
eng oson yo'l. Videoni shartta tugatsam bo'laveradi shekilli, mayli bo'lmasa sizlar videoga like bilan obunani bosib qo'yinglar. Biz samolyotda tushib ketamiz narik boshqa shaharga. Sog' bo'lasizlar tomosha qilganlaring uchun. Vau, mana shunday bo'ladi uchish. Ana mayda ming'irlab o'tirganda biz samolyotda Germaniyalarga, Italiyalarga tushib ketamiz. Dubayga tushganim yaxshi. Mayli bo'lmasa. Xayr, sog' bo'linglar.